Bo'yda bo'lsang ham qiyin-da. Onangning uylar uchaman desam ishonmadimi butun qishloq? Men uchaman! Men sizga necha marta aytdim, Araboyaga ucholmaysiz deb. O'zi uchadigan vaqtingiz ham kelib qolgan bo'lsa. Ha, jichcha shamol to'xtab qoldi-da. Qo'y yog'iga o'xshaysiz. Bitta qiz topgan mashinaga sovchilikka borib kelaylik. Yur. Kelayli. Xo'p, sizda bir sumbul bor ekan. O'shanga eshigi shipirgani keldik. Erkak ish qiladigan ishni qilaylik. Big'illatib qolmay indamay o'tir. Sovchilikka keldik. Kuyov bola qayerda ishlaydi? Qayerda ishlashni bilmayman-ku. Bu onangni ham kirdi, miyasi zo'r ishlaydi ona. Uyalma, erkak kishsan. Uy-joyi bormi? Yaqinda Xonsaroyda Ramazon tuhfasi bo'lyapti. O'shanda har bitta loyiha uchun 25% gacha chegirma bo'lyapti. Shu uydan bittasini big'illatib qo'ygan o'g'il. Maqtashmansiz, xudo, kuyov bola juda farosatli. Farosati vij qilib turadi. Endi mol sotsa aybini aytib sot deyishadi. Qizim ozgina eshitmaydi. Napas olsa bo'ldi-da, to'g'ri, Araboy aka. O'zingni bos. Chaqiring chiqani ko'raylikchi. Qizim choy olib kel. Qizim. Aytdim eshitmaydi deb. Bo'l, tog'a qiynalmay, o'zim chaqiraman. Ko'zqani. Bosmang. Qani. To'xtang. Bitta ko'rib olaylik. So'rintaydi ekan. Mishiga yeb ketmasa, qarang. Hamanga ham tuting. Seni chaching bor-ku. Nozim. Qaynota. Kelinglar. Oxirgi payt siz ham shu ovoryapsiz, qaynota. Testosteron ham sizga qarab, pashol nariroq tur deyapti. Qilgan ishlaringizda ayabdan jag'i qiyshayib qopti. Yo'q, yonchini oldirganda narkoz ta'siri. Kelinglar. Kuyov bola xush kelibsiz. Bu meni xizmatdoshim, hindistonlik, mehmon bo'lib ketdi. Namaste. Здравствуйте. Kiyovjicha, latta hai? Kuyov bo'lsa mana shunaqa bo'lsin-da, iftorlikka poli shirinliklarni olib keldim. Mazasini aytmaysizmi? Shirin va qarsildoq. Bolajonlar ham zo'rna sevganda bu. Hamkorlik qilmoqchi bo'lganlar aloqaga chiqilaveradi. Hindistonga ham berib yuboramiz, uka. Dadasi iftorga nima ovqat qilay? Kuyov bola siz ayting, iftorlikka nima ovqat qilsin? Mol go'shtidan bitta yaxshi sho'rva tashasin. Mol go'shti? Mol go'shtini yeyish kerak, quvvat bo'ladi. Molga ham sig'inadi. Bitta qiling, bezin saribda, mana qil 3 marta qaravermasda. Yomg'irlar olib ketdi yarimni aytaman kimga dardu zarim. Yo'q, og'iz ochariga 5 minut qoldi, mana ular qilayotgan ishini qaranglar. Kim o'rgatdi bularga TikTokka kirishni? Nozimjon, yaxshimisan? 2 kilo kartoshka tort. Cho'qing to'y bola, alanga ekan. Davay. Ko'rib qolmasin, tez to'y oling. Yaxshilab fizodi qiling. Ertaga jangingiz bor, xo'pmi? Makallarga aralashmay, ular hayotni barbod qiladi. Davay, yuramiz Kansovga. Ko'ryapsan, Brusli ham pechinga solyapti. Siz ham pechinga solishni o'rganishingiz kerak. 2 sekundda to'g'adalab qo'ysangiz bo'ladi. Kuzating. Bitta bilan turib olib qichqirmayman, jichcha uxlaylik. Davay, atboy. Derajdenelar qulluq bo'lsa bitta puf deb qo'ying, bo'pti mana. O'rniga puf deb qo'yaman. Umrimga, baxtimga qo'yag'ida silliq bo'lib yuravering. Qayga olib boring? Bo'ldi, masajga olib boraman sizni, to'y bola. Tashlamasangiz bo'lmaydi-da. Sizni raqibingiz yengil ekan. Shuning uchun sauna qabul qiling dedi. Masaj olvorasizmi? Agar mana shu bo'yda yutadigan bo'lsangiz, Xonsaroyda Muhabbat shahri loyihasidan boshlang'ich 20% ni to'lab, qolgan noy to'lab yashayveramiz. Yangi uy olamiz Xonsaroyda. Hoppa, o'g'il bola. Masaj chaqiruvmi deylar? Kim masaj oladi? Siring bitta tayskiy masajingizdan qilib qo'ying, men tashqariga chiqib turaman, ha? Nima bo'ldi xo'razimga? Nima bo'ldi sening? O'zidan so'rang. Unaqa narsaga kelishilmagan. Endi oshirib yubordingiz, xo'raz bola.